Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'lik salomatlik yaxshimi? Bugun O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham Navro'z bayrami, hamma Navro'z bayramini tabriklayman. Inshaalloh kecha Hayit bayrami edi. O'tib ketgan Hayit bayramlari bilan tabriklaymiz. Alloh taolo hammani uyiga xayr baraka bersin. Juda ham ko'p savollar to'planib qolibdi. Kommentariyada, direktda juda ko'pchilik yozyapti. Shularga javob beraman deyman, javob bera olmayman. İşimiz ko'pligi uchun inshaalloh hozir mana qo'limizdan kelgancha javob beramiz har biriga. Alloh qodir qilgancha. Qani boshlaymiz. Assalomu alaykum aka. Birinchi savol, Mesta joyingiz o'zingiznikimi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Joy meniki emas. 2021-yilda birgalikda shu bozor ochilganda bir sherik bilan ochganmiz, birgalikda hamkorlik qilib, xudo xolasa shu joyimizdan juda ham bir barakotli bo'ldi. Sherigimiz ham yaxshi bo'ldi, biz ham yaxshi bo'ldik. Biz oddiy do'konni yurgizamiz. Bu yer meniki emas. Xo'p, ikkinchi savol, siz qayerdansiz? Men O'zbekistondanman. O'zbekistonda Andijonda Buloqboshi degan joyda tug'ilganman. Uchinchi savol, qo'shnim Navoiychilik qilib ko'karib ketmagan. Juda ham ko'p savol. Navoiylar ko'karmaydi, Navoiychilik orqasidan boy bo'lmaydi degan savol. Endi kimga qanaqada juda ham ko'p Navoiylar bor, boy. Endi boy bo'lganda qanaqa? Oilasi bor. Navoiyda uyda har kuni qora qozon qaynaydi. Har kuni go'sht solib ovqat qiladi. Bitta odamning uyida bir mahal, ikki mahal qozon qaynasa, Navoiyda uyda eng kam 3 mahal qozon qaynaydi. Inshaalloh qo'shingiz ham inshaalloh boy bo'ladi. Siz avval qo'shningizga silay rahim qilganmisiz bir omaddan? Silay rahim qilsangiz inshaalloh qo'shingiz ham boy bo'ladi-da. Chunki qo'shniga silay rahim qilib, qo'shnidan xola-xola so'rasangiz boy bo'ladi. Bizning qo'shnilar hammasi boy, alhamdulillah. To'rtinchi savol, nega perchatkasiz ish qilasizlar? Juda ham ko'pchilik savol beradi perchatka. Perchatka kiyish bizga bo'laveradi, perchatka kiysak bo'ladi, faqat perchatka neudobniy. Perchatka kiysak qo'limiz terlaydi ko'pincha. Keyin mana ta'mir ishiga non yopganimizda perchatka yopishib qoladi. Eng kami shunaqa. Keyin biz postoyanniy bu yerda Navoiylar, hamma Navoiyxonamizda Navoiylar tahorat yuradi. Ertamadan tahoratga kiradi, kech payti yana tahoratga chiqib ketiladi. Yotganda ham tahoratda yotadi. Chunki tahorat qilgan odam hech qachon anaqa bo'lmaydi, misol. Yomon bo'lmaydi. Tahorat bilan yurgan yaxshi, afzal. Musulmon odamga shu narsa to'g'ri keladi. Lekin qo'limizni eng kam bir kunda eng kam bo'lmadi deganda 50 marta qo'l yuvamiz. Beshinchi savol, Navoiychilikni kimdan o'rgangansiz? Navoiychilik bizga ota kasb, Navoiychilik ota kasb. Otamizdan o'rganganmiz, dadamizdan. Dadamiz ustasi Abdurahim aka Navoiy rahmatli. Shu odamdan o'rgangan. Bizda yana boshqa ustalarimiz bor, Dildor akam, juda ham ko'pchilik ustalarimiz bor. 11 ta ustamiz bor, 11 ta usta. Bittasi o'tib ketgan, 10 ta qolgan hozirgi kunda. Oltinchi savol, nega O'zbekistondan Navoiyxona ochmaysiz? O'zbekistondan Navoiyxona ochmaymiz. O'zbekistonda professional Navoiylar ko'p-da. Biz O'zbekistonda o'ta ham raqobat kuchli. O'zbekistondan ochishimiz keladi. O'zbekistonda bir 20 yilcha Navoiychilik qilganmiz. Shu Alloh taolo rizqimizni shu yerlarga chachkiragan shu yerda qilamiz. Lekin O'zbekistonda ochadigan paytimiz kelganda yana ochamiz. Chunki uyimizda Navoiyxona bo'lgan oldi. Qirg'izistonda Bishkekda Navoiyxona ochishga qanday qaraysiz? Inshaalloh ochamiz. Juda ham ko'pchilik bunaqa so'roq beryapti. Faqat Navoiychilik ochishdan maqsad hammada pul topish o'zi, to'g'ri, lekin juda ko'pchilik sheriklar betoqat bo'ladi va ko'pincha biz joyni o'zimiz sotib olamiz. Siz joyingiz yaxshi bo'lsa, men o'zim arenda to'lab, o'zim ochganim ma'qul. Siz bilan sherik bo'ladigan bo'lsa, biz kelisha olmay qoladigan joylarimiz bo'lishi mumkin. Hattoki yo'q, kelishamiz, hamma narsani qilamiz desangiz, bemalol murojaat qiling, ochamiz inshaalloh. Alloh qodir qilgancha. Keyingi savol, soqol ish jarayonida to'kilib qolmaydimi? Yo'q, soqol to'kilmaydi. Boya aytganimdek, tahoratda yurgan odam eng kam bir kunda 5 mahal namoz o'qilsa, 5 mahaldan eng kam 3 mahal tahorat qilinadi. Shu tahorat jarayonida soqollarda bir sira yuviladi. Keyin har kuni kech payt g'usl qilinadi. To'kilmaydi. Navoiychilikni yaxshi pul topish ishlaysizmi yoki boshqa maqsad? Navoiychilik bizga hobbi. Navoiychilik hobbi. Lekin yaxshi pul topamiz. Alloh taolo barakali beradi. Shu hunarning orqasidan inshaalloh juda ham yaxshi bo'ldik, kam bo'lmadik. Yoshligingizda katta bo'lsangiz, nima kasb egasi bo'lishni orzu qilgansiz? Yoshligimdami?
Yoshligimda juda ham ko'p kasb bo'lgim kelardi, lekin birinchi xohlagan kasbim shu quruvchi bo'lish. Ikkinchi ayol Allohga qalay qaraysiz inshaalloh? Av? Ikkinchi ayol qachon olasiz inshaalloh? Subhanalloh. Bittasi afzal, birodar, bittasi afzal. Boshlig'ingiz o'rningizga odam olsa, siz ishsiz qolishdan qo'rqmaysizmi? Yo'q, umuman aslo. Chunki boshlig'imiz o'zi qo'rqadi. Sizlar juda ko'pchilik shu yerdan adashadi-da, o'rnimga odam olib kelib kelsa nima bo'ladi deb juda ko'pchilik savol-sapaz, novvoy har xil sohadan. Umuman qo'rqmanglar, birodarlar. Nimaga desanglar, chunki siz o'zingiz sohasini, o'zingiz sohangizni ustasi bo'ling, professionali bo'ling. Allohning fazli bilan zo'ri bo'ling. Siz o'ylanmang. Siz bu yerda men tajribani olgan tajribam ko'pincha odamda yo'q. Bu tajriba bilan siz yuboy joyga borsangiz, sizni aniq tepaga ko'tarishadi. Siz hech narsani bilmasangiz, hamma joyda pastda bo'lasiz. Bu tajribani olganingizdan keyin bu tajribani sizdan hech kim olib qola olmaydi. Bu joyda olib qolishi mumkin sizdan, joydan. O'rningizga boshqa odam olib kelishi mumkin, lekin sizni o'rningizdaqa u ishlay olmaydi. Chunki sizda nima bor? Sizda tajriba bor. U tajriba butun bir odamni o'zida qoladi. Hozir ko'pincha yoshlar nimaga o'ylanaveradi? Instagramga kiradi, TikTokga kiradi, YouTube'ga kiradi, u yerdan motivatsiya, bu yerdan motivatsiya qiladi. Hamma og'zaki motivatsiya beradi. Og'zaki motivatsiya hech kimga kerak emas. Hamma og'zaki motivatsiyani olib turib, bir kun, ikki kun yuradi, yana keyin lallasi chiqib yuraveradi. Unaqa bo'lmash kerak odam. O'zini ishini, misol men novvoy, mana shu novvoychilik bo'yicha tajribam bor. Alloh qodir qilgancha. Shu tajriba butun bir men bilan ketadi. Mana hozir nechta ancha shogirdimiz bor. Shu shogirdlarimizga berib boramiz, ular ham tajribasi ko'payishib boradi. Misol o'rtacha tajribasi bor odamga tajribasi yo'q odamning ot bilan tuyadek farqi bor. Rizq Allohdan, hech qachon qo'rqmaydi. Tajribali bo'ling, bo'ldi. Keyingi savol, ertalab turishga qiynalmaysizmi? Yo'q, ertalab turishga qiynalmaymiz, chunki bonnotga turilganma, bonnot o'qiladi, to'g'ri ishga chiqiladi. Juda shaxsiy savol. Qiz farzandingiz bo'lsa va qizingizni xuddi o'zingiz kabi odam sovchi kelsa berarmidingiz? Subhanalloh. Qiz farzandim bo'lsa, xuddi o'zimga o'xshagan odam kelsa berardim. To'g'risini aytganda, men o'zimga o'xshagan odam kelganda bermardim. Chunki mendan ko'ra yaxshiroq kelsin. O'zi novvoychilik qilib boyib ketsa bo'ladimi? Juda ham ko'pchilik savol beradi. Misol biz o'zimdan kelib chiqib aytay bu savolga ham. Meni tanigan, bilgan odamlar yaxshi biladi. Novvoychilik orqasidan hamma birinchi bo'lib Alloh taoloning fazli, keyin bu yog'i mehnatda inshaalloh. Sekin-sekin, lekin boyasa bo'ladi. Xullas, xudo xolasa mana savolimiz ham tuyapti. Inshaalloh hammaga rahmat, birodarlar. Qo'limizdan kelgancha javob berdik. Hammani xursand qildik degan umiddamiz. Xudo xolasa mana Instagramda ham video boshlaganimizga 1,5 oycha bo'lib qoldi. Hamma qo'llab-quvvatlab turganiga rahmat. Hammani xonadoniga Alloh taolo fayz baraka bersin. Rahmat.